Nima ham deymiz? 2025 o'z nihoyasiga yetdi. 2026-yil ham kirib keldi. Hammani yaqinlarda gapi bor kabi, meni ham o'zimning gaplarim bor. Demak, eshitinglar. Hurmatli do'stlarim, sinfdoshlarim, qo'shnilarim, kasbdoshlarim, shogirdlarim, yaqinlarim, xotinlarim bo'lganlari, kelajakdagilari, o'ynashlarim, xullas kalom, bir martaliklari, ko'p martaliklari hammangiz eshitinglar. Ayniqsa meni 41 yoshimda bir marta kuchim yetganda 4 marta talab qilganlari yaxshilab eshitinglar. Sizlarga o'sha gapim. Mendan shuncha so'kish eshitdinglar. Mana shuncha asabimga tegdinglar 2025-yil. Iltimos. Iltimos, yana bir marta iltimos. 2026-yili shu narsalar qaytarilmasligi uchun o'z ustingizda ishlanglar. Tushundinglarmi? Aynan aytgancha, kimdan men qarzim bo'lsa, kechdim.